Assalamu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli ko'ruvchilar. Men Mag'firat Kamal. Bugun Uyg'ur Akademiyasining akademiya suhbatlariga xush keldinglar. Bugun 5-programımız bilan sizlarning huzuringizda turibmiz. O'tgan programning oldingi programida biz Zulhayat xonim bilan Uyg'ur kiyim-kechak madaniyatini boshlagan edik. Lekin deydigan mazmunlar bek ko'p, vaqtimizni qisqa bo'lg'achqa davamı eşip qalğan endi, tügtəməyən edik. Bugün şunu davamlaşdırırıq. Uyğur kiyim-kechak madaniyati Uyg'urlarninki belgisi. Qarğan bir Uyg'ur qarğa vaqtimizda onun kiyim-kechagidin Uyg'ur ekanligini bilimiz. Biz miladiyadan burunqi tarixdan başladıq ötkəndə Tahun davridagi kiyim-kechaklar, onundan keyinki Köktürklər davridagi kiyim-kechaklarni davamlaşdırıb bunun izchilligi qanchalik bo'ldi va oxirida biz Qarxonlar davriga ekilib, endi bugun Uyg'urlardan boshlaydiq deyman. To'g'ri. Shu yergacha ekandik. Endi KG'dan boshlab Zulhayat xonim bizga Uyg'ur kiyim-kechak madaniyatining davomini so'zlab berdi. Endi so'z Zulhayat xonimda bo'lsin. Xush keldingiz. Rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Sizlar bilan qayta ko'rishganimga nihoyat xushal bo'ldim. Endi Uyg'ur kiyim-kechak tarixini nihoyat uzun bo'lg'achqa leksiyamizmi biroz uzrab qoldi. Vaqtinglarni olib qo'ydik. Mag'firat odam degandek, endi bu qadimgi Uyg'ur kiyim-kechaklardan boshladik. Milodiyadan burunqi, milodiyadan keyingi ham Turk tillar divanidan misollarni olib turib, Qaraxoniylar davrigacha keldik. Bugun endi shu Budizm davridagi kiyim-kechaklardan boshlab yaqinqi zamon ham hozirgi zamon, endi hozirgi zamonga vakil qilib do'ppi bilan atlas madaniyatini biroz tushuntirishga tirishaman. Men bir ekran dahrlay. Ma'qul. Tayyor bo'ldingizmi? Chiqdimi ekran? Ekran chiqdi ya? chiqdi. Mana chiqdi, ha? Yo'g'on bir rasm chiqdimi? Yo'g'on. Ha, chiqdi. Ha. Nihoyat yaxshi ko'rinyapti. Budizmda Uyg'ur kiyim-kechaklari. Rasm chiqdi ya, xat emas. Rasm to'g'ri. Ha, endi yaxshi bo'pti. Endi azroq bir xulosalab o'tsak, o'tgan qatimliq leksiyaning asos mazmunini. Endi shu qadimgi davrdagi kiyim-kechaklar bilan tanishish jarayonida har qaysi davrlarga kiyim-kechaklarning alohidligini, materialini so'zlab o'tdik. Endi shu kiyim-kechaklarga nazar selish fursatiga ega bo'ldik. Shu jarayonda biz shu Uyg'urlar endi tarixda qo'llangan kiyim-kechaklarningki oddiylikdan murakkablikka, qo'pollikdan nafslikka qarab tadrijiy taraqqiy qilganligini ko'rib chiqdik. Amaliy misollar orqali. Hamda shu jins ayrimisi aniq bo'lmaslik, tabiqa ayrimisi aniq bo'lmaslikdek xususiyatdan jins ayrimisi ro'shan bo'lish hamda ijtimoiy o'rniga qarab kiyinish nihoyatda farqli, ro'shan bo'lishdek alohidliklarga ega ekanligini tushunib yetdik deb qarasak bo'ldi. Hamda shu kiyim-kechaklarga nazarda soladigan bo'lsak, kishilarningki aqidasi ham ba'zi diniy e'tiqodi tushunchalari shu kiyim-kechakda aks etibdi ekan. Ham shu bizning folklorimizga singib kirib, toki bugungacha davom qilib, shu bugungi Uyg'ur madaniyatimizning bir qismi bo'lib shakllanib ketdi ekan. Endi bu Uyg'ur kiyim-kechaklarining bir jumla alohidligini bir jumlaga yig'incha qilsak, Uyg'ur kiyim-kechaklari azaldan Uyg'urlar shu kiyim-kechakning materialiga bek ahamiyat berib ekan. Ham estetik zo'q, shuni nihoyatda muhim bilib tikanda, shunga ham turmushga qulay, so'ringa qarab kiydigan, tabiatga qarab kiydigan shundoq alohidliklarga ega bo'lib ekan. Endi bu Qo'ja Uyg'ur xonlig'idagi kiyimlarga diqqat qiladigan bo'lsak, bu men ko'rsatgan rasmlar ko'p qismi ming uylardagi, Qizil Ming uydagi ham Ostonadagi
Şu tam resimlerden ilingan misallar. Bu vaqtlarda endi şu Karahanila davrdan keyin Qo'ja Uyg'ur xonligidagi kiyim-kechaklarni Uyg'ur kiyim-kechaklarining eng yuksak pallasiga chiqqan bir davr deb qarasak bo'ldi ekan. Qarasak bu davrda birmi undaq oddiy xaltadek mundaq tag'adek kiyimlar yo'q. Bir parça emse hemmisinden ait çırayla. To'g'ri, Resimning yapıları hakikaten hayran qoldik sizga ketgan. odamlar hozirgi nimalarga o'xshab qoldik ekan. Şu kostyumlarning hozirgi kostyumning yoqsiga o'xshaydi. Ham jiyak tutilgan, naqshlari shunchalik sipda, inchkilik bilan tikilgan. Qaraydigan bo'lsak, bu tonlarning uzunligi biz misol qilib o'tgan Lopnurdan tepilgan qabrlardagi hamdafni buyumlardagi tonlarning uzunligidan uzunroq o'shig'igacha keldi ekan bu vaqtlarda. Ondan beliga yana kamar bor. Kamar, uzun xanjar yana bor. Oldingi davrlarda ko'rib o'tgan kiyim-kechakning uznalarini mushu davrdami yana texmi taraqqiy qilgan holda ko'rib oldik. Endi bu rasmni men bir cho'ngaytayam. Ma'noda bu rasmdagi mushu kishilarningki men ma'ni nima qilayin? Biraz cho'ngaytaylik. Ma'ni ko'rdinglarmikin? Bu rasmda chavandozlarning, palvonlarningki dubulg'isi bor. Bu dubulg'a diqqatimni tortdi endi. Mushu dubulg'aning ismi bu nashbit shakllik dubulg'a yoki qo'ng'iroq shakllik dubulg'a deydi ekan. Bu dubulg'ani o'z vaqtida tadqiqotchilar mushu Osiyo bo'yicha Koreyada milodiya 5-asrga tava bo'lgan dubulg'a Osiyo bo'yicha eng qadimgi, eng ko'na dubulg'a deb hukm qilib ekan. Lekin men bir polshalik tadqiqotchining tadqiqotini ko'rib chiqdim. Shu tadqiqotchining isbotlashicha, mushu Kusan ming uylaridagi rasmdagi mushu dubulg'a G'arbiy Osiyo bo'yicha eng qadimgi dubulg'a degan hukmni isbotlab chiqibdi. Bu dubulg'aning ichida yana bir boshliq bor ekan, teshida dubulg'a bor ekan. Turk tillar divanidami mushu dubulg'ani Mahmud Qashqari kaduk deb tilga etgan. Kaduk deydi ekan. Mushu ichida bir boshliq, teshida bir dubulg'a bor. Endi bu davrdagi umumiy alayidligi buddizm davridagi kiyim-kechaklar mushu kimxobdek ko'p qo'llangan ekan. Oq ranglik bo'lsin yoki u yerdan tepilgan masalan arxeologiyalik qazilmalardami bu rasmlardan boshqa nurg'unlagan kimxob, undan qolsa tovar, bo'z, yipak shunday kiyim-kechaklar hem to'qilma buyumlar, hem toshdan yasalgan urchuqlar, so'ngakdan yasalgan to'qish qurollari shunday narsalarmi uchrab ekan. Gerçi bu endi bir diniy targ'ibot xarakteridagi bir rasmlar bo'lsa-mu, lekin ayni vaqtdagi bizningki endi Turpan Uyg'urlarimiz ham Kusan Uyg'urlarimizningki ayni vaqtdagi kiyim-kechaklarini aks ettirdi deb o'ylayman endi. Ham zibu zinnatlarmi, tepilgan zibu zinnatlarmi oz emas. Bu vaqtida endi ayol farqini ro'shan ijtimoiy o'rniga qarab kiyinishni diqqat qilib ekan. Masalan, xon jamiyatidagilarning ayrim xon bilan xonishning ayrimi rasmdagi rangsiz xon Kusan xoniga, Kusan xoni bilan xonishning rasmi ekan. Oqsumaklarning kiyinishi ayrim, ruhaniylarning ayrim, palvon chavandozlarning ayrim, ham tam rasmlardan ba'zi san'atkorlarning, rassomlarning, haykaltarashlarning rasmlari bor ekan. Endi avam xalqning kiyinishi yana ayrim bo'ldi ekan. Mushu men ham hammasini tushuntirib bo'lmayman, lekin aytib, mushu rasmdalam ifodalanib turdi. Endi bular ko'proq qo'llangan kiygan kiyimlar shim deymiz. Shim, to'n, shalvar, eg'u chiqishdan degandek bundaq tanglab turgan ishdan o'xshaydi. Ko'nglak, yopka, o'tuk, toj ham oldingi davrlar takrorlanib o'tgan shu do'ppiga hayvonlarning peyini qistirish odati deb o'tdik. Yana mush xil aqidalar
ның iznalarını körüp agıl boldu. Muşu resimlerde mi yana beşiga padişahның mı tacı var. Bu tac burunqu taclardan biraz pesrek boldu eken. Hemmesi bilan kemer, xanjar asqan. Endi muşu kuchada baydap ötdüm. Nimchini köprek kiyip diken muşu tokulma buyumlarning ichida kimxap köprek kuchuraydı eken dep. Bu haqda mush kuchada yana bir beyit bar eken. Aqtavada nimch kiydim tügmisi qatar tügmisini yeşkice toxuchillap tang atar deydigan. Endi muşu beyitlarmi bikağı çıkmagandı dep oylayman. Şu Çık kiyim kiydiken de demek ki. Şunundan körüp agıl boldu. Ularning kiyiniş alayın hem kimxap tavarny köp giydiganlygydek bir haqiqatga ilgir sürgül boldu. Bundan başka Mavi resimlerde bir er ayağını köydüm ben. Şundaq çıraylık yasanğan bir murasimga mangandek turdu. ve padişah eken şu Küsem Xan bilen xan işken. Xan cemaatinin kiyindiganlary ayrım qaraplam haqning bu avam eken yoki bu xan cemaatideki dep belgili boldu da. Maşu Türk Tilla Divanı'nda ilqi nemo dideklerninki beşiğe atılgan pericisinin nemo liçekning ismi ayrım, pericisinin ismi ayrım aşındaq boldu eken. Kullarning kiydigan kiyiminin mo ismi başqaça, baylarning mertebelik xan cemaatidekilerning ularning yana kiydigan kiyimlerinin isimleri başqaça aşındaq eken. Yana bir adamni jalb qildigan narsa bu Budizm davri kiyimlerinki masalan tikkuchilik texnikalari naiti taraqqiy qilgan ekan. Masalan qo'sh etek deymiz ku. Qo'sh etek, qatlaq, turma degandek shu xil murakkab texnikalarmi qo'llanilgan ekan. Endi Ularga maslashtirib yana onun zibo zinnatlar zinnatlar, mervayit, ha Yaponiya ekspedisiya atirtininki turpandan tapgan resim ekan. Muşunundan muşu kiyim-kechak madaniyetimiz hem girimchilik, ayollarniki yasinish alayligi şularni körüp agıl boldu. Ma bir taqlidiy rasmga bir Uyg'ur rassamning muşu rasmlardan ilhamlanıp sizip chiqqan nayt ranglik hemmisi ko'zni qamaştırdigan bir kiyim-kechak alaylikka ega deb qarasak boldu. Endi Budizm haqida Budizm davridagi kiyim-kechaklar haqida mushunchalik to'xtalsak, onundan keyin endi yaqinqi zamonga keldik-da. Yaqinqi zamonni endi mushu 1940-yillargacha deb qarasak endi onundan keyingileri hozirgi zamonga tava bo'lsa, onundan keyin endi ko'plagan masalan madaniyatlarning ta'siriga bek uchrab ketib ekanmiz. Hem yıl chet elge chiqib o'qiydigan kishilarning sonining eshishiga ergishib, chet elning kiyimlarini kiyishimi biraz umumlashib, turlik biraqlam endi qadimgi kiyim-kechaklar, an'anaviy kiyim-kechaklardan sakrablam boshqacha bir kiyim-kechaklarga o'tib ekanmiz. Endi shu hozirgi zamondagi, yaqinqi zamondagi kiyim-kechaklarni endi cho'ng turlarga ayirsak, endi materialga qarab, yozliq kiyim, qishliq kiyim, jinsiy ayrımsizlik qarab, erlar eginlari, ayollar eginlari, oyoq kiyim, bosh kiyim hem bu davrlarda bara-bara boyidab o'tgan shu ijtimoiy o'rni qarab kiyinish alayligi bara-bara suslab mengib ekan. Endi hozir belgili bo'lmaydi, kim boy, kim kambag'al, kim palvon, kasbi qarab kiyinishmi asta-asta tushib qoldi. Endi Uyg'ur kiyim-kechaklari bag'an seri faqatlam murasim kiyimi bilan texnik kiyimining endi rolini olib qolyotidu. U vaqtida yana birisi endi ijtimoiy o'rni salohiyatiga qarab kiyinish deganda endi yaqinqi zamonda undaq palvonlar, chavandozlar bo'lmasimi? Masalan, boylar ayrim, savdogar toifasidagilar ayrim, dehqonlar ayrim degandek. Hem yilqi salohiyati bir kishiniki to'y qilganmi, uylanganmi yoki bu navri ko'rganmi degandek insonlarninki salohiyati qarab kiyinishmi taraqqiy qilib ekan. Buningga misol qilib men juvancha deb juvan to'yi, sochbaq to'yi deb to'ylar bo'lib ekan. Shu juvanchi kiyimni biraz tunishtirib o'tay. Endi yaqinqi zamonga oid mana Uyg'ur kiyim-kechaklari bularga
qaysi manbalardan hukm qilsaq bo'ldi deganda men yana endi vatandagi mushu chet elliklarniki bizning vatanga berib tatgan 18-19 19-20 asrning boshlarida endi nurg'unlagan missionerlar, sayyohlar, tadqiqotchilar, uyg'urshunoslar shu yerlarga berib nurg'un rasmlarni tatgan. Ma rasmlar endi bir qismi Shvetsiya etnografiya muzeyida saqlanayotdi, bir qismi Amerikadagi Bosxart deb bir muxbir ham fotograf ishkan mushu. U kishi ranglik apparatni tatibgan, lekin ma rasmlar hammasi keyin rang bergan rasmlar. Hammasi qora rasmlar. U vaqtdagi texnikalar bo'lmagandikin mushu rasmlarni sizlar ko'rsatgan keldi. Nihoyatda chiroyli kichik qizlarning hamda yip egirayotgan rasmi. Yana birisi mushu bizning vatanimizda nurg'un qo'lyozmalar saqlangan hamda chet ellarda saqlanayotdi. Kiyim-kechaklarga oid masalan to'qimchilik risolasi, bobkorlik risolasi degan risolalar bor, mo'zozlik risolasi. Undan boshqa mushu ba'zi qisqaroq shaklda yozgan hamda Gustav Rackut deb bir uyg'urshunos turkolog bor, ko'p qarindoshlarimiz bilishi mumkin. Shu Gustav Rackut mushu Muhammad Ali Axun, yana birisini ismi unutib qoldim, Vali Axun degan ikki kishidan shu ikki kishi o'lima kishgan, shular yozgan ham qo'lyozmalar. Mau kiyimlarning bayoni deb Kiyimlarning bayoni. Mushuni shu Muhammad Ali Axun bilan Vali Axun yozgan kiyim-kechaklarning bayoni. Mushularda zodi nimalar bayon qilingan u vaqtdagi kishilarningki umumiy kiyim-kechak saviyasi, qaysi tabiqalarda qanday kiyimlar kiyiladi, bu kiyimlarning ismlari nima degan ma'lumotlarni mushu qo'lyozmalarga tayinamiz endi buningda. Mana shu missionerlarning yozgan xotiralari hamda ba'zi qo'lyozmalarni, ba'zi risolalarni tadqiq qilish ham o'zim o'qib chiqish jarayonida azroq bu vaqtda biroz tushunchalarga ega bo'ldim. Shuni qarindoshlarim bilan bir o'rtoqlashib ko'ray. Endi mushu bizning 150 yillik endi kiyim-kechak madaniyatimizga endi mushu rasmlar ham boshqa manbalar orqali biroz endi nazar sog'ili bo'ldi deb o'ylayman. Ham qimmatli material bo'lib saqlanmoqda. Endi bu ayollarninkidan boshlaylik endi bu rasmlarni. Kiyim-kechak haqida kitob yozishmi oson emas-da, endi nurg'un millatlarning kiyim-kechak haqida maxsus albatta 100 yil burun yozilgan kitoblar bo'lmasligi mumkin endi. Haqiqatan. Mahmud Qashqaridan tatib kiyim-kechakka ahamiyat berganlik, nurg'un kiyim-kechaklarni lug'atiga olganligimi kiyim-kechakninki nihoyat muhim ekanligini isbotlaydi. Undan keyin Qutobxo'jalikmi insonlarning chiroyli kiyinishi, ratli kiyinish kerakligi bilan munosabatli bayonlari bor Yusuf Xasojevning. Bu ham kiyim-kechak madaniyatininki, Uyg'urlarninki hayotidagi ahamiyatini ko'rsatdi. Nega chiroyli rasmlar? Shu har davrda bir alaylikni ko'rib olg'il bo'ldi ekanda. Bu rasmlarmi shundoq rangdor endi bu davrdagi ayollarning kiyinish alayligi shu gullik, rangdor, ochiq rangli kiyimlarni kiyib ekan. Endi har davrning o'ziga xos mavil qilobnirdan tepilgan u zamonlarda bundaq endi rang texnikasi deymiz, to'qimchilik texnikalari unchalik taraqqiy qilmagan ekan. Bu mana sol tarafdagi shu Bosxartning tatgan rangli rasmi. Ma o'tirdiki bu Jon Törnqvist deb bir missioner kishining tatqini, ma o'ng tarafdagisi bu Qambar xonimning sahnada usul o'ynab turgan rasm ekan. Ma shu bir qism missionerlarninki ham bir ekspeditsiyachininki tatqan rasmi. Ma bu o'tirdagisi etnografiya muzeyida u bo'ygan rasm ham keyin bo'ygan. Ayollar bu Balıska, bu asli bundaq ranglik emas endi. Bu davrlarda ayollar mana echitday bo'lsa Tavadurdan to'g'ri uzun ko'ylak kiyib ustiga parija
yepip bilip Parijning yengini sapmaydı ekan. Tuqam köprek endi bu missionerlarmış Qashqai kende faaliyet qıptı ekan. Xotan atrapı endi mushu Tangirtağının janubidagi rayonlarni endi Uyg'ur kiyim-kechaklarning endi vakili deb mushu yoqlarni köprek material ba endi. Mavu qolgan rayonlarga ait materiallar ancha ko'p emas. Bu ayollar üstüge şundaq kiyip liçek artdı diken. Tıma resimlerde mi? Bayıqı resimlerde liçek baqırsak. Uzun şu tapanığı çikildiğen liçek artıdığan ayollar baken tuq. O xil liçekni gerdiş deydiken tuq. Bahri deydiken tuq. Yani bir bütünlay aşu keş tikip çıqqan bir liçek vaken onun ismini gerdiş deydiken tuq. Anda muş ilmi dozluq bilan tikilgen bir ton baken bütünlay aşu ilmi keşti bilen tikilgen. Onu baftu deydiken. Bu atalğılar hazır köp kullanılmaydı. Lekin emdi bilvasak yaxşı dep qarayman. Moşu resimdeki ama Sodigar tayipsidagi bir vakil karakterlik bir aile eken. Buningda emdi erlarninki kiyimi erlar nemede işçiga ko'ylak kiydigan ahasidan teshiga mandaq paxtisiz yoki paxtiliq kenzurlarni yoki yektaklarni kiydigan. Lekin erlarning birlam tugmasi bor. Aha. Erlarninki birla tugmasi bor ekan to'qlaydigi. Endi ayollar o'sha vaqtida tugmiga bek ahamiyat beradigan. Butunlay shu ko'z qo'yib yoqutdan mustaq tangilardan misqal oltin tugmilar to'g'ri bek ahamiyat bergan. Yana birisi yoqiga bek ahamiyat beradi debdi. Shu cho'ng yoqini yaxshi ko'radi. Tik yoqqa, cho'ng yoqlarni yoqtiradi degan xatirlar bor ekan. Bu erlar endi qaraydigan bo'lsak rasmlarda erlarning hammasining belida poti bog'liqlik. Bu poti bog'lash xuddi budizm davridagi kamar taqig'anning davomi deb tushunishga bo'ladi. Bu xil odat yanlam saqlanib qolgan. Garchi endi buning shakli o'zgargan bo'lsa-mu, endi bu potininki ham belni issiq tutish, ham go'zallik berdigan bir nemisi bor roli. Ammo shu potisi qarab erlarniki tomka desakm bo'ldi. Potiq nurg'un narsadan soladi, ona ait ason. Endi erlarniki onun roli uchun potilik belig'imda bog'lag'anli bir narsa emas. To'g'ri. Ham go'zalligiga bir yoqdan uningga ahamiyat bergan. Masalan, yosh erlar ochiq rangli, beg'irang rangli potilarni bog'laydi ekan, lekin bo'ytaq erlar seriq ranglikni bog'laydi ekan endi. Ajrashib ketgan yoki bo'ytaq erlar seriqni. Yoshqa cho'ngroq kishilar qaramtul, ko'k, yeşil degandek potilarni bog'laydi ekan. Maningda qalandar darvishlarning rasmi qarsak, ular kula jandilarni kiyib olgan. Ularmi o'z vaqtida endi mush jamiyatning bir turkum bo'lib yashagan bilamiz. Mushkil kulalar misal turib uchraydi. Ayollarninki beshda har zaman shu pay qistirish odati ham toj deymiz. U yana davomli gapdi ekan, uzluksiz ta qadimdan tatib bu izchillikni ko'rgan bo'lganda. Mana erlarniki potda bog'lagan vaqti beshiga tumoq kiydigan. Anandan keyin mo'tivar kishilar do'ppining ustiga salli yo'ga ekan to'q. Dehqonlar faqat yaktak kiydi ekan to'q. Endi boylarning kiyim bilan biroz dehqonlarning, hunarvanlarning farqlandi ekan. U erlar mana xemir yeyib o'tiribdi, erlarga yarishibdi xemir yeyib o'tag'ini. Ularning u do'ppiga diqqat qilsak, bu bodam do'ppilar. Badam do'ppining ham dastlabki vaqt ekan. Bu badam do'ppi ancha ko'p uchirmaydi-chi bu davrda. Hozirgi badam do'ppilar endi mush xil do'ppilarning tadrijiy o'zgarib, taraqqiy qilib kelgan shakli ekan. Mushu do'ppilarning nusxalariga bir diqqat qilsak. Mana atlasma bor. U vaqtida atlas, tavadurdun, kimxab har xil raqlardan kiyinib ekan, paxta, xasa, ko'prak ishton, shim ayollar ustiga qandoq kiysa, ostiga shu xil shimdan tovar, shalvar kiyib, paxtaliq bo'lsa uni enchigara kiyib, beshiga do'ppa,
Bazıları lecek atıdığanlar mı bakken, atmaydıganlar mı bakken. Bu Atlas'ın köstüğüm kaydeden. Mana Muş bu xil Atlas'ın nusxa hazır bir beligi kolunu tirap turgan bir nim bağı mana. Bu men siz öyle körüp nim batamsız. qara, Aşı nait kadimki bir nuskaya qarang. Bu ayollarning simvolike. Muşucu kolunu beligi tirap turgan ayol. Ya bunun ismi. Bu nait kadimki bir nuskaya qarang. Atlas'ın hakikaten hayran kaldım. Muşu kadimki bir nuskunu düşegenke. Nurgun Atlas'ımızı bu resimçi. To'g'ri, hozir bakki taqiqilib o'zgarib sal turib atlasni yana ko'rsak, bu xil nusxani uchratmaymiz degandek rosa. Birdan turib atlas haqida ve bunun ismi baki. Bir kolunu belirtirip turan ayol nuskası. Aslında tercüme kısam. To'g'ri, mening ko'zimga ayol ko'rindi buning. Bir ayol ko'rindi mening ko'zimga muhtus. Şu ben daha qaraplaşını gördüm. Bununki ismi baki. Ben ait kadimki bir nuskı bu. Shu ba'zilar endi buni O'zbekistondan kelgan, u bu deydiganlar bor, lekin sal turib atlas haqida biroz yana tushuncha berib o'taylik. Endi bu bosh kiyimlarga kelsak, endi otsiz turk bo'lmas, bo'ksiz bosh bo'lmas deydigan maqol tamsil bor ekan turk tillar divanida. Shunga har davrda biz shu bosh kiyimdan ayrilmab ekanmiz ham. Bosh kiyimga o'rnini aytdi. Yuqori ekanda. Endi yana bir rasm teppalayman. Atlas'ın bek çıraylık kema Atlas'çı. Nusxalarımın ait kadimi. Mau endi oyoq kiyimni başta mana oyoq kiyimni başta tushuntirib bu vaqtida boya o'tib kiydi deb o'tib ketdim. Erlar, ayollar o'tik, massa asosiyatni andaq cho'riqlarni kiymaydigan to'q o'tik, ham poshniliq, poshnisiz hem kalash kiyadigan. Bu rasmlarda mushu o'tiklarninki hozir etnografiya muzeyida bor. Shu hammasininki ayrim ekan, ostida chiqadi ostidagi oyoqchi. Poshniligi va poshnisiz kalash hammasi. Erlar endi o'zimizning maslarini kiygandan boshqa yana Hindistondan kelgan shunda Qrim massasi deydi, Amerikan massasi deydi, shunda chetning maslarimi qarag'an shu chog'larda import qilinib ekildigan o'xshaydi. Nait çıraylık ya bu nemeler. Nait çıraylık mau ötük körükteyli. Mana mamu ayak kiyimler, mau keş, mau mana paşnısı görünüp durmam ayrım aşı kalaş. Mau kol ilmi dozluk bilen tikken şunda ayaklarga kol bilen nem degan napis. Mau hazırkı moda ayaklarım okşap kaldı ayollarninki. Xurum ayak. Mau bir paxtılıq paypaq ekan. Mau zibu zinnatda shu vaqtdagi zira halqıma bir tumar qutisi, feruza, tosh, kumush, oltin qatorliq. Hamda mau baş kiyimden atlap ketip kaldınız mı? Atlab qoldim baş kiyimga. Baş kiyim battı. Bu zibo zinnetler mesela Köktürk xanlığınınki bir mazırdan tepilgan zibo zinnetlerini köygen bizim okutuşlarımız etke burun. Hakikaten ait çıraylık şu altından kıgan, onun dikin ma kolunun uçuğu mu üzük takaydıke kolunun uçuğu da kirgizip aldığan için monçaklarını koygan, şu kök monçaklarını koygan üzüklerini kögentem hakikaten bugün hazırkı nemeler okşap kaldı. Sırgılar, takılarımız okşap kaldı. Üzüklem şunda. Şu bu Uygur ayollarının zibu zinnatga ait yerismanligini bu chet elliklar ko'rib mushundaq tasvirlab degan bir jumla esimda qoldi. Bu Uygur ayollari shunchalik yerismanki zibu zinnatga birisi taqsa uni qag'inimi shuni o'xshashni elib taqimigacha bo'ldi qilmaydi deydigan gaplar bor ekan. Hamda hozirmi bu odatlar
yani yo'q degilimi bo'lmaydi endi. Ma do'ppilarga diqqat qilsak, hozirgi do'ppilarning ishchi asosan qizil bo'ldi. Ma ishchi astri oq do'ppilarmi bo'pti ekan. Butunlayla undaq qizil bo'lmabdi ekan. Keyingi davrlarda endi astrini qizil qildigan odatlar shakllangan bo'lishi mumkin. Ma mana kula deganimiz mana uzun kulasimi shu. Ma zarda degan do'ppilar Ular naqshli ekan, chiroyli. Lekin bularning ichida ko'z tishimdagi maqsad shu bugungi kunda kiyayotgan do'ppilarimizning nusxalari nihoyat kam uchrayli yo'q degidek. Shu taraqqiy qilib shu xil holatdan bara bugungi hozirgi ba'zilar ham yangi shakllangan do'ppilarimiz bor. Masalan, atlasda do'ppi tikadigan ish u vaqtida yo'q ekan to'q. Yana ketib qoldingizmi? Yo'qtiramda. İnternet yo'qmi? İnternet mening bor internet. Ovozim kelyaptimi? Kelyapti, mana. Siz davomlashtiravering. Maqulda. Endi bu vaqtida shu chash o'rishga nihoyat ahamiyat berib ekan. Buning misali sifatida men shu juvon to'yi, ham juvonchi ko'ylakni bir tanıştırıp o'tay. Ma u rasmdagilar bu yaqinqi zamonda, hozirgi zamonda Xotanda tortilgan juvonchi ko'ylak. U vaqtdagi juvonchi ko'ylakni men shu vatandagi muzeyning bir rasmida ko'rgan, shu vatanda saqlanayotgan o'xshaydi, lekin men chet elda u xil juvonchi ko'ylakning rasmini topolmadim. Endi bir tushuntirib o'tsak, u vaqtida shu Uyg'ur ayollari oiladagi o'rnini hamda tiklash uchun eri o'tkazib berdi ekan juvon to'yini. Xeyli vaqtlargacha davomlashib ketdi ekan. Bu juvon to'yida asosligi eng muhimi ayollar Iroqiy deb bir xil mundaq sharpiga o'xshaydigan, o'shqiga keladigan bir xil ashtaq sharpidagi ro'mol bor ekanda, shu ro'molni otgan, ba'zilar lechak otgan, ham shu juvonchi ko'ylak deb yondan izmilindigan, uningga tugmasi o'xshamaydi ekan, maxsus mushtaq nashbi shakllik ashtaq yoqut qo'yib, 5 tal qizil yoqutning cho'risiga yeşil yoqut qo'yib, ashtaq yasalgan tugmalarni bekitdi ekan, nihoyat hashamat ekan, o'tkazib berdi ekan u to'yni. Ba'zi yerda 3 kun qildi ekan, ba'zi iqtisodiy yor bermaganlar 1 kun qildi ekan. Ashundaq hamda kuchining yetishicha o'tkazib berdi ekan. Ma Xotan tarafda juvonchi ko'ylak deb u hozirgi Keriya parijisiga o'xshash, lekin buning bir tarafda ham jiyaklar bor, 7 tal jiyak tutilgan. Bu 7, 9 degan sonlarning xosiyatli son ham Uyg'urlarning madaniyatida 7 sonining nihoyat o'rni yuqori. 7 ni bak aytib olaymiz. Shunga 7 tal bo'lishi mumkin. Uning teshiga andin andaq pariji kiyib oldi ekan. Ham juvon to'yida yana hammadan muhimi beshiga mandaq chashtanga deymiz. Chechini o'rib ayollar juvon bo'lgandan keyin ham bir navri ko'rib yoki bir 2 farzandlik bo'lgandan keyin o'tkazdigan juvon to'yini. Shu chechini 2 o'rib chetib oldi ekan. Ham ba'zida yog'an chash, atmi chash deydi ekan to'q. Ba'zilar qo'ttazning chechini akapmi ulaydi ekan. Qancha uzun bo'lsa, qancha ko'tarolmay ashtaq kayniga dojib mangsa yaxshi ko'rdi deb tasvirlabdi endi materiallar. Buni chulami deb qo'ydik deymi? Chashqi taqaydigani chula. Jala deymiz. Jala tashdanga go'yakmi deydi ekan. Xotan tarafda go'yak. Mavi normal bir tugma ham maktubda deb mush tugmalarga qanchalik ahamiyat berganimizni endi ko'rib olib bo'ldim. Bu juvon to'yi da kiydigan ton mana keyingi endi bu izchilliklarni bir qo'r o'tgan qatimda tanishtirib o'tdik. Endi shu hozirgi zamon kiyim kechaklarda bu gavdalandi. Bo'libmi mayliqi o'ribekki bo'lgan varislik qarsak bu kachung tumoqlari bular hammasi egiz o'ri holatda bosh kiyimlar. Bu xil odat endi shu shamandindan qolgan daraxtlarga cho'qinish hayotlik daraxti deb daraxtga o'xshash shuningdan tadrijiy o'zgarib mangan shu xil aqidani saqlab qolgan deydiganlar bor ekan.
lekin şu kaçon tomuqi en qadimgi tomoqlardan bir ekan. Bu kiyim-kechaklar bilan birlikda şu to'qish, tikish hunarvanchiligi baydab o'tdim. Şu babkarlik risolasi bor, bo'yoqchilik risolasi, mushularda tafsili qanda bo'yaydi, raqni, sargazchilik qandaq mushular nihoyat tafsili. Hamda hozir yo'qolib ketayotgan bir hunar san'atlarimiz mushularni qo'g'dab, boshqalarga tonishtirib, bizning deb ega chiqib turishimiz kerak deb o'ylayman. Mana urchuqlar shu muzeyda saqlanayotgan bizning nima chaq urchuqning rasmi o'tib ketib qolibdi. Mana u Lobnerdan keltirilgan yipak yiplar, u atlas to'qiydigan buni tezgah deymizga, tezgah yoki do'konmi deb qo'ydi. Nihoyat ko'p uchraydi. Yik degan atalg'ular ko'p uchraydi shu to'qimchilik risolasida. U dazmal, bizning Qashqardan keltirilgan dazmalga cho'yin temir dazmal. To'g'ri, ishchik o't silish mumkin. Men shunday tushundim. Yip egirayotgan ayollar. Endi bu hozirgi zamonning kiyimiga vakil qilib, shu atlas bilan do'ppi haqida biroz to'xtalsak, chunki boshqa kiyim-kechaklarimiz endi bizning kiyim-kechaklarimiz degidekmi kiyim qolmadi deb qarasaqmi bo'ldi. Ko'pinchisi sahna kiyimiga qarasam yoki murosim kiyimlari, masalan, Keriya parijasi, talpak, ularni murosimda kiyimiz yoki mashrablarda, masalan, kucha mashrablarda boyi buddizm davrida kiyimlarni tonishtirib o'tdik. Shuning ba'zi iznalari saqlanib qolgan ekan. Kucha mashrabida boshqa mashrablarga qaraganda kiyim-kechakka nihoyat ahamiyat berdi deb qaraydi ekan ham tadqiqotchilar. Cho'qim o'tib kiydi kucha mashrablarda, boshqa mashrablarda o'zining kiyimi bilan kirib ketadigan ishlar bor deb. Shu rayonda yana shu xil an'anaga varislik qilib etibdi hamda yuqorqi ayollardimi Uyg'ur ayollarininki izchil shu kiyimning materialiga, nafisligiga, turmushga qulay, so'ringa mos keladigan kiyimlarni kiyishga ahamiyat berib kelganligini ko'rib olaymiz. Iroqni tushuntirib chiqdik. Endi bu atlasninki Uyg'ur madaniyatiga kirish tarixi qachonlarda deb o'ylaysiz? Ma'qul, men hozir ma'ni tip bo'layman. Endi o'sha atlasga kelsak, endi atlas degan gapning o'zidan boshlay deyman, endi atlas etnologiyasidan. Endi atlas hozirgi kunda qarasak, o'sha Uyg'urlarning bir simvoli bo'lib qoldi-ku. Yillar jarayonida hem şekillengen şu Uygurlarınki estetik qarashi bo'lsin, masalan texnikasının taraqqiyotini ko'rib olg'il bo'ldi atlasdan. Hem Uygurlarınki şu peskik alaydligi baydab o'tdik nusxalari deb. Shu nusxasidan bizninki hem turmushda nimani ko'rsak, shuningda aks etadi. Masalan, o'ylimizdagi gullar, bog'chimizdagi meyveler, etizliqdagi paxta kevazlar shu atlasga nusxa qilib tushirilgan. Tabiat ko'rgan. To'g'ri, tabiat o'zimizga hayotga bo'lgan muhabbatini ko'rsatadi, bo'rondarlik. To'g'ri, tabiatni so'yish, solib toshgan shularni ko'rsatadi. Istiga aks ettirilgan, to'g'ri. Uyg'urlarning madaniyatining bir simvoli bo'lib qoldi. Hamda shu gul nusxalari bo'lsin, tikish, to'qilishi bo'lsin, o'zgacha hamda dunyoda bir yagona desak bo'ldi. Men hozir tushuntirib o'tay biroz farqini hamda boshqa millatlar. Dunyoda bu atlasning hamda shu nusxalarini aykat deydi ekan. Hamda hozir aykat deb biz desakmi, nurg'un millatlar Janubiy Amerikada yana boshqa yerlarda to'qiydi ekan. Lekin bizninkidek hamda to'qish usuli o'xshamaydi. Faqat 60 santimetrdan eshib ketmaydi, tar, ham qo'lda to'qiladi. Hamda shu ishbekda hamda o. To'g'ri, dunyo bo'yicha hamda shu nusxa hech qanday bir xaritaga qaramay turib, shu bizning vatanimizda to'qilgan atlaslar, Qo'tan atlasi to'qib olib, endi nusxa chiqaradigan
texnika deymizken. Endi bu Atlas'ның endi Atlas degan gapni nereden kelgan deganda ba'zilar buni farschadan turkcha kelgan degandek qarashlar bor ekan. Lekin endi bu Atlas to'qish texnikasi farslardan kelgan degan gap emas ekan. Mushu farslardimi işte bir xil gul raqqa gul bosadigan texnikani, shu xil raqni Atlas deydi, Atlas deb. Türklarmi bir Atlas deb riqi bor ekan. Yipek Anadolu nusxalar o'xshab Anadoludan bor. To'g'ri, shu Parisdan kelgan deydigan qarash ekan. Yana birisi hamda men hamda biroz qoyil bo'lgan qarash bu etdan birisi et deymiz, badan. Badandagi et bilan las degan gap shu xotanchida lig'irlab turadigan degandek ma'ni ekan shu. Badan chaplashmaydigan deb. Bu ikkisi qo'shilib shundaq badan chaplashmaydigan deb Atlasning xarakteriga naytdi maskil degan bu so'z. Ba'zi qarashdikilar to'kilib turdi, yepishib turdi. To'g'ri, shu qarash biroz kuchli deb qaraydi ekan. Endi eng dastlabki atlaslar nima jung atlasgan to'q. Keyin anonki yipak atlas bo'lib ekan. Eng qadimgi atlaslar shu jung atlasgan to'q. Endi bu atlas texnikasi qachon paydo bo'lgan deganda umuman ma'lum materiallar yo'q ekan, lekin shu Xotanning GIS'ini bilamiz. Atlas to'qish texnikasi eng dangliq hamda yezlarimizdan birisi. Shu GIS'dagi ustamlarning deb berishicha, bu xil texnikani ular avloddan avlodga miros qoldirib o'rganayotgani 800 yillar bo'libdi. 800 yillik tarixga ega deyishga bo'ldi ekan. U vaqtida bir tazkira bor ekan. To'g'ri, ularning bir saqlab kelgan bir oilaviy tazkirasi bor ekan. Shu tazkirda hamda mushta kimxab, muka deydigan gaplar, qora atlas degan gaplar ko'p qo'llanib ekan. Shuning qaraganda eng dastlabda qora atlas shakllanib ekan. Uningdan keyin hozirgida qizil atlas, seriq atlas, anandagi yakan atlasi hamda yaqinqi zamonda keyin eng kaynida shakllangan. Yakan atlas texmo nusxalari texmo sho'qroq. Endi mushu Turpanda bir atlas parchasi tepilib ekan. Buning tarixi ham 2000 yillik deb hukm qilgan arxeologlar. Sampul. Shuning qaraganda endi Turpandagi 2000 yil bo'lgan bo'lsa, Xotan tarafdanmi tepilganlari uningdanmi burun bo'lishi mumkin deydigan qarashlar bor ekan. Endi mushu sanskritcha ustozlarimiz obdan bildi, shu vasiqalarda Sina deb yozilgan. Ba'zilar buni Sina deganga qarab bu Chin sulolasidagi bu Chin deb ashundaq maqol yozganlar bor ekan. Lekin ham Chin sulolasi aran 14 yil mavjud bo'lib ekan. Shunga bu mushu Xotan Qashqarni ko'rsatdi deb mushu Steinning Serindiya degan shu Xotan degan gap shu kitobda shu Xotan haqida maxsus shu Siris yurti deb shuni isbotlagan ekan hamda. Shuning qaraganda shu Zülhayat, ovoz yo'qolib ketdimi yoki? Ovozingiz kelmayotdi menga. deydigan hamda isbotlar biroz kuchli ekan. Undan sirt shu Xitoylarga hamda janubiy shimoliy sulolalar davrida shu vaqtlardami shu bir qatimda shu bizning g'arbiy yurtdan 4300 top yipak yo'tkiganligi xotirlangan ekan. Shu nimalar maxsus atlas usuli bor ekan u vaqtida shu atlas usulini atlas bazmisi o'ynab ekan hamda. Shuning qaraganda bu hamda yipak yo'lidagi atlas savdosining tarixining nihoyatda uzunligini ko'rib olamiz. Hamda buningki to'qilish jarayoni hamda turlarimi biroz murakkab ekan. To'qilish jarayoni hamda atlasning mashhurdan chiqadiganini bilamiz, ham yipak. Bu shu bir tal g'o'zakdan 600 metrdan 800 metrgacha
məşq çıxdı, yeyib çıxdı ki, toğra. Ondan onu aqıdan sortlab, boyab, toqub, pədazlaş deydigan, pədazlaş degenge tuxumning eqiga chilab, onu urib chiqadi ekan, onu quritib, qatlab, yana rang berib degandek japaliq hamda qo'lda tikkan. Keyin ma O'zbekistonning atlaslari ular ini kang bo'ldi-ku bir yerdir. Ular hamda zavod atlasi degandek. Şuna hamda nusxasiga atlas yana nusxasiga qarabmı bölündü, bayımı deb o'tib ketdik. Qara atlas, seriq atlas, qizil atlas, yakan atlasi deb. Yakan atlasining turi ham o'zining hamda 10 necha xil turi bor ekan. Rasmni bir qilib kelay. Hakikaten atlasning turlarini aytdi, jihga ranglarni aytdim ranglar. To'g'ri, to'g'ri. Materialimi ayrım tadqiq qilish kerak endi. Onun sigeligi her bir rayonning yani farqida siz hozir to'g'ri, to'g'ri, rayon xarakterga ega, yakan xarakterga ega bularning bütün o'yligi tarix bilan munosabatli, madaniyat bilan munosabatli. To'g'ri, to'g'ri. Bizda bakmi tabiatga oid nusxalar bak ko'pkan. Mesela paxtagullik atlas deymiz, anargullik atlas deymiz. Şu özümüzge yaqin narsalarni shunga chekib, masalan, Konvoymi shu Konvoy nusxasi garchi hamda boshqa millatlardan bizga 50-yillardan keyin kirgan bo'lsa-mu, lekin uni biz qadrlab ishiltib, u Konvoy faqat texnikaning ismi hamdaligi, bundaq chapraz shakllik to'shak atlab tikish usuli. Uni hamma millatlardagidek bor hamda bizda yo'mab sanjib tikish degandek kashtichilikning ismlari bor hamda qo'mul tarafda. Shuning o'xshash, garchi u texnika bir bo'lsa-mu, lekin nusxalari o'xshamaydi-da. Uni biz o'zimizning bir qismi qilib qabul qilib bo'ptikanmiz. Ham o'zimizga yarashtirib kiyib, bugungi kunda u Konvoy atlaslar hamda bizning deb kiyimiz, u xato emas menimcha. Ba'zilar hamda bu boshqalardan kirgan bizga. Ya bu texnika boshqalardan kirgan bo'lishi mumkin. Ularning hammasi zodi batdi Uyg'urlarning hayoticha hamda o'sha texnikani uni birlashtirgan gap. To'g'ri, ammo u yaqinqi zamondagi rasmlarda ko'rdik, u zamonda ancha ko'p uchirmaydi ekan Konvoy atlaslar. Lekin bor ekan hamda atlaslar keyinchi Samarqand do'ppisi, Samarqand atlasi deb ular kirib, balkim shundoq o'zgarib nusxalari, ularning nusxalari bilan aralashib shundoq bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, lekin bor ekan bizda shu nusxalar. Endi boy ko'rsatgan Uyg'ur davridagi bir ayolninki kiyimi bor bo'yligi yaqsining cho'risiga jiyak tutgan. O'sha asli. Mana hozir bizning Konvoy ko'ynaklarimizga ishlayotgan narsalar qarang o'xshaydi. Yani buni hamda boshqalardan kirgan deb qarasa men qo'shilmayman buningga. Texnika kim kirgan bo'lishi mumkin, chunki kim asorat bir narsani ishlab chiqarishga vaqt oz ketadigan nima ozga sarmoya oz ketadigan bo'lsa shu darhol qabul qilindi endi. Konvoyning tekniksi balkim sirtdan kirgan bo'lishi mumkin, ammo uniki nusxalar o keşti biz keştichilik minoyati nima bizda taraqqiygan shularni hamda texnik bilan birlashtirib kiyimlarimizga ishlatdimiz keyingi vaqtlarda. To'g'ri, to'g'ri. Bak aziyatda deb o'zimizning kiyimlarni u yerning kiygan, bu yerga kiygan deb uni inkor qilsak, mumkinchiligimiz bak tarif ketadi. Endi do'ppa deganimiz endi yuqorqi davrlarni bir qur nazar selish orqali ko'rdik. Börk degan so'z turk tili divandan bor. Börk keyin shu do'ppa degan so'z keyincha o'zgarib ketgan. Do'ppa degan so'z ham shu Emin Tursun apandining deyishicha to'pa degan so'zdan o'zgarib kelgan. To'pa. Bumi aqlga muvofiq deb qarayman ham deb. Tumoq, endi bugungi kunlikda shu qolgan bosh kiyimlarni ozayib ketibdi, ko'pinchisi yezi qishloqlarda ko'proq kiysimi, lekin shahardagilar ko'p kiyib ketmaydi hamda tumoq deymiz. Boshqa ayollar shu kamchat tumoq, so'sar tumoq, ularni ancha kiyib ketmaymiz. O'zimizning yerlik hamda do'ppilarni, masalan, Otushning mampu do'ppini ko'proq kiydi, Yakanning badam do'ppini ko'proq kiydi. Degandek mana rasmlarni bir yutguyday.
Mana mao endi bugünkü günde ba doppulade. Gilem doppa, çimen doppa, mampu doppa, Marcan. mervayt doppa, ünçü doppa, mao komul doppus keştlik doppa, ma ilininki gulcu doppusy, atlas doppa. Bu belki ýakyn emdi 2000-nji ýyllardan keyin paýda bolgan boluşy mümkin. Muşu doppunyň emdi atalgusy bar-da her bir kesipninki. Men bunun bir taýýarlap bunu torda taqatgan. Her gaýsy bäziler muşu keştisi dep goýmyz, jiyek dep goýmyz, lekin dopda bundaq jiyek desek bolmaýdy eken, kezek deýmizken. Muşu astydaky muşu nuskalaryny kezek, doppunyň keziki, töpeleki dep togra atyşymyz gerekken. Dop tikiş usuly bu mana aýtdy emdi kolda tikidigan mürekkep emdi bunu ötüp gideli. Hem de şu ustalarının dop tikidigan şu ustalarınki yaş gerekde bundankin. Onu evlatın Mahsus Kaşgarda dop koçusy dep koçular ba emdi bunundan ula emdi bamo hazır onun bilmeýmiz. Emdi en kadymky dop kaçan şekillengen digen suallar men burunmu aňlagan sorganlar bolgan. Bizde ba emdi bizge aýyt bolgan en kadymky dop barmy şu ýötgen kabirstanlygy diýmiz, ýötgen denden öýlük dep şu Aurelstein bagan 1907-nji ýyly. Şu ýerdinçe heýkellerni ekitip diken. Aşu heýkellerniň beşide aşdaq dopu bar eken, beşide aşdaq jiyek bar. Qoňgurak usul oýnap durgan Budda diniga aýyt bolgan heýkeller. Şu ýerde aýt täpsili täsvirlegen kesdeýin. Şu jiyek endi kulugyda halkysy bar dep şu usul çykyzynynki. Şunyň endi taryhy miladiýanyň aldy keýnige togry geldiken. Şu doplar endi en iptidaýy bizge aýyt bolgan. Ondan dikin turpandymy tepilip diken heýkellerde. Öz wagtynda şu loýangy bagan sanatkarlarymyzmy tak beşide çimen dopusy bar, kalpaklary bar, malhaýlary bar dep täsvirläp diken Hytaýçy materiallarda. Hem bu türleri bagansy azyýyp doplarymyzyň endi 50 neçe xil türi bar eken tok. Gazi Ahmet Efendi'nin şu dop hakkında yazgan bir tadqiqaty bar. Şu kişimi hazır emdi fakat 20 neçe xilli kaldy dep diken emdi. Badam dopunun özülam hem 10 neçe xil türü bar. Çöçürü badam, tak badam, tor badam her xil türleri bar. Emdi bu hazır bizden körüp atqanymız emdi en ýeňi hazırkı zamandyky emdi şekilleri. Endi bu ýylky ötkende ma torlarym tarqalyp ýürdi. Nime üçin mundaq 4 terapige mao abay ýakynky zamanga aýt resimlerde garsak undaq 4 talalyk diýmizki, o 4 terapide gül ýok dop bulamy bar. Bara-bara şu 4 talalyk gümbäz şekillik islam dinine kirgenden kin doplarymyz nime tumaklarymyz muş gümbäz şeklini elip başta yumulak bolgan bolsa bara-bara onu epçil yançukka silip katlygyl boldugan kılıp, mesela 4 katlaydygan kılıp, 4 kırlyk be? 4 kırlyk togra 4 talalyk kılıp şunda qıp diken. Hem bundaq boluşynyň sebäbi 4 digen sanmy bizning medeniýetimiziň aýty hasiyetlik bir san. Şu taraplar müjanib şimal garip Dünýäniň semboly 4 tarap. Togra. Kadymky uýgurça materiallarym şundaq. Togra nime 4 katlamyny dünýä mänisinde gollanylgan. Köp medeniýetlerde şu 4-ni moýum bildiken, şu 4 tadu dep goýmyz. Kutatky birlikde 4 personaj bar, hem şu 4-niň tep çykyş jarýanyny aýtdy. Çoňkurken şunuň gamış kıgan. Bu hem de işçidiki rengi kızıl dopulanyň hazırkı zamandyky. Nime üçin bunda kızıl reňde esde kılymyz diýende hem bu kızıl esde jang demek, uruş demek. Şoňa jengi simbol kılıngan bu kızıl hem de kan. Ayallar şu erlerine jengi uzutup koyganda bunda kızıl tikken. Ýani birisi hem de şu dikkat kılış, hoşyar boluş digen mäniде. Köpünçe dopuny ayallar tikidi. Ulanyň erleri bu ayallar tikken dopuny köýgende her zaman dikkat kılay, hoşyar turay dep digen bir nemege kelidi.
xiyalga şoňum işte kızıl tikilgen deydigan aşda Şundaq garaşsam mümkün. baken hemde Emin Tursun äpendi bu wagtda bek köp izinip dikenem dep. Bunu bildigan adamlar köp gammydy dep oýlaýman hem ýaşly çoňlar. Muşunçilik bolsa emdi mao tema biraz uzun. Emdi biz muşu nurgun kiyim-kecheklerini tonuşup çykdyk. Muşularny jygyp muşularnyň hemmesi kiyim-kecheklerimiz hazır garasak muşu folklor şunaslykka emdi aýyt bolup ketdi-de. Bu medeniýet bolup şekillenip bopdy bizning kiyimlerimiz. Nurgun ýylky makal temsillerimiz bar, perhizlerimiz bar, kiyim-kechek adetlerimiz şekillenip bopdy. Bu şuna bu kiyim-kecheklerimiz addi bir latipitde emes. Bu folklor tüsüne algan, bizning folklorumuzga singip kirgen muşul alaýlykka igi bopdy. Endi bularny misal kısak bek köp, emdi kiyim-kechekge aýyt makal temsillerimiz bar, nurgun renge aýyt perhizlerimiz bar, kiyim-kechekniň bularga köp wagt gitdi. Lekin biraz emdi haberdar bolup galsak boldy dep oýlaýman. Muşunçilik bolsa suallar barmy okundum. Many ýok diýdim. Kiyim-kechek medeniýetine aýty muhim. Biz ötkenki programymyzda dep ketkendik. Kiyim-kechek hemde bir milletninki belgisi. Onunkin maddi medeniýetninki taraqqy kılganlygyny köstüdi. Kiyim-kechekninki hylları, türleri, bizninkiliki zibo zinetlerimiz, onundan keyin işletkensiz dep ötüp ketkendek rahkına aýty ähmiýet berişi, materialga ähmiýet berişi, onun tikilişige ähmiýet berişi, her ýaňy pasollaryň kep çykyşy, bularnyň hemmesi jemgyýetiň taraqqyganlygyny, iqtisadi jähetde taraqqyganlygyny köstüdämdi. Ýana birsi hemde tabiat bilen birle yaşayan Uygurlarning aty bolary, Türklerning aty bolary, tabiatna goguluşyp, tabiat bilen birle yaşayan. Şonuň üçin bütün bu kiyim-kechekleri şunçilik raňlyk, şunçilik çyraýlyk, bunyň hemmesi şu tabiat köýgen raňlar, tabiat köýgen gülçiçekler, tabiatnyň rengini özüň hayatyda eks etdirgenligide hemde kiyim-kechek. Hakikaten aýty muhim. Ben aýdym kadymky hunlardan burunky miladyn burunky wagtyny tatyp hazırgaça ekeldiňiz, hemde keyinki devirlerini biraz jyğynçakladyňyz. Aslında nurgun sözleşdigi nurgun neme bar? Bunyň öz ulam hemde bir saatny alydy eger sözleşsek. Çünki kesip ýani raýonga garap, ýemeslige jinsi aýrymysy garap, okşamaýdy ýaş farky garap köp wagt getdirgen bir qur düşençige igi bolsak dep oýldum. Onundan keyin meýdi bir hoten etlisnemişki asan rengi çykyp ketdi dep bir sual kepdi. Bu kolda tikken, kolda boýgaşka togra onu jugulu bolmaýdy. Hoten etlisini pakatlam emdi bir qatymlam. Ma keyinki atlaslarni zawutlarda ulayılqı texnikaları ýokary öňmeýdigan ma tabii materiallar bilen mesela anarnyň şöpükide aşyl materiallarda tabii materiallarda boýgaşka o rengi asan öňüp gitdi diken. Ha ýene bir Emdi boýlaky keyinki wagtlarda belki boýaklar burunqydek belki bek ýaxşy bolmaslygy mümkin. Hemiliki äzerek bolsun dep işletken boýaklar belki süpetsizrek şunun üçin dawalamki dep oýlaýmam men. Eger hakykatdan mümkin emes. Çünki neçe ýyllyk atlaslarmy tepilipdi, olaryň rengi öňüpçe kepdi. Bütünlei hilaki kollangan materialnyňki bek süpetlik bolmaganlygydan kep çykan nerse. Onun için men hayran kaldım. Meýede ýakyndan buýan körlüşkü başlagan Hytaýnyň toyun dini sembol kılgan müzekker mühennes işareti düşürülgen dopu çıkıp kaldı. Bunun asası barmı dep sorapdy. Bunu men bilmeýdikenmi? Muşundaq mı iş barmy? Men unda dopunu kömepdimen. Kaysy bogytdy bu?
ah bilan qara aralash. yin yan hayliqi nima uchun Yin yang. ko'rsatadigan ha. U hamda Xitoylarniki moyga taoizmga simvol qildigan bir belki Uyg'urlarmi hamda tarixda bir mezgil hamda ishinib tikan şu dinga, lekin uzun muddat onunga ishonganini bilmayman. Lekin u vaqtlarda hamda shu xil nusxani qo'llanib do'p shakllanganmi? U xil nusxalar ko'mi do'qan hozirgacha bo'lsa muzeylarda uchrab o'g'itdi. Mencha shu keyin hamda bilmaslikdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin ba'zi. Yoki hamda chiroyli ko'rinib vaqtda qanchalik yiqilligini uqmayman, men faqat ko'mab tikanman. Bu endi hozir agar men bizning vatanda mushundaq narsa tarqalgan bo'lsa, bu Xitoy hozir bizning madaniyatimizni o'zgartirish kirishyapti emasmi? Nurg'un jihatlardan o'zini bir narsani qo'shib, masalan, Uyg'urlar turk emasdi, Uyg'urlar boshqa bir millat, bu hatto biz bilan yaqin millat deganga o'xshashliqi o'zining safsatasini o'tirib qo'yishga boshladi emasmi? Bu uning bir partisi bo'lishi mumkin endi. Bo'lmayli qasam. To'g'ri, unim yo'q degil bo'lmaydi. Hozir hamda nollarnimi ular yoqadigan bo'lib ketdi, u do'ppilarnimi mashinada tikyotgandikin korxonalar ularmi do'ppi tikyotgan bo'lishi mumkin, unimi bilmaymiz hamda. Shu onundan keyin muqomni o'rganishga boshladi. Muqom hamda bizga xos bo'lgan tas narsa hamda muqomni aytib nima qilishga boshladi, tamburlarni chelib chelib degandek. Bu hamda shundaq bir narsa bo'lishi mumkin, ammo tarixda bundaq bir do'ppi bormi? Yo'q, undaq ko'mi do'qqan. Munosabatlik hamdaligi dalil isbot talab qilmizda. Bir yerda shu biroq qizilmalardan chiqqan bo'lsa, ham tarixda ishiltib ekanmiz deb. Ham shu dinga bir e'tiqod qilgan bir tarixlar bor ekan, ham lekin u do'ppini ko'rib boqmadik hamda. U ham islomiyatdan burungi buddizmga e'tiqod qilish islomiyat. Albatta. Keyin undan keyin do'ppini taraqqiy qilishi, hozirgidek tus elishi, naqshlarning ishlanishimi keyingi vaqtlarda to'g'ri keldi. Siz deganga o'xshash egiz do'ppidan mundaq gumbaz shaklli to'g'ri, islom diniga kirgan putrab turolmaydigan bir nazariya bo'lishi mumkin. To'g'ri, shakli shu butunlay islom diniga kirgankin butunlay kula shakllik mundaq kigiz do'ppilardan biraqlam gumbaz shaklli do'ppiga o'tib ekanmiz. Endi nusxalarini kelganda uning toza putrab turolmaydi. U Daoizmning nusxasini kiyib boqamiz. Bu muqaddas mechit mundaq bir narsani debdi. Bu nusxalarni yekandiki masjidning naqshidimi ko'rgandim debdi. Masjidda bo'lishi to'g'ri. Masjidda shu Daoizmning nusxasi bormi-ki? Daoizmning shu bu nusxalarni debdi. Shuni qaraganda shu biz davatgan Daoizmning nimasimiki? Bu nusxalarni debdi. Men yerkandiki masjidning naqshidimi bu belgi bor ekan. Bu belge hem de yana bir jihatdan qarasak, tanqonqni saqlaydigan dunyoning-chi. To'g'ri, hem de nima emasmi? To'g'ri, oq bilan qora, kunduz bilan kecha, hem de yomonlik bilan yaxshilik, go'zallik bilan sadlik, nafrat bularning hammasining simvoli bo'lg'achqa bu balkim shu nimadan qolgan bo'lishi mumkin. Balkim bu vaqtda mening ko'p izlanishim yo'qkan, hamda u nusxasininki qaysidir G'uljidagi Tungan masjidini sog'gan kishi sog'ganga uloq bo'lsa, Tunganlarda balkim bo'lishi mumkin. Agar bir Tungan loyihalagan bo'lsa-mu, bu Tungan bo'lsa-mu, ular ham islom diniga e'tiqod qildi. Bir izlanib baqsak bo'ladi ekan, shu belgininki yiliqi nemislarning bundaq belgisimi u asli surishtirib kelsak, ayt qadim taraqqiga bizning qiyotash rasmlarimizda mo'latan. Shu avvalgi bir belgisi, mehr tamg'isi deb qaraymiz. To'g'ri, shundaq bu narsalar simvollar. Balki bir bog'lanishi bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasligi mumkin. Qadimgi do'ppilarda lekin uchirmaydi. Yaqinqi zamonda shakllangan bo'lishi mumkin deb qoldim endi. Buni endi bir tadqiq qilib, shu kiyim-kechak haqida nurg'un tadqiq qilishimiz kerak. Bizning yoshlarimiz endi Uyg'ur madaniyatini bundan keyin har xil temalar bilan
näide ençikilik bilen tadqiq qilish kerak. Yani şula bunun qandaq ekenligini haqiqatan muşu bu dopula yoki muşu meçitlarda barmuşu resimler Uyghur medeniyeti bilen qanchalik münasebetlik, bu qaysi davrlarda o'tirg'i chiqqan Budizm davridan qag'anmi degandek savollarga şula bundan keyingi tadqiqotlar javob berdi-de. To'g'ri. Bizning ham bu programmamiz birinchi tunji e'lon san'atini reklamni aldı. Men onu unutmasdan hazır mayli deb qo'yay, biraz ko'p kishi ko'rishga boshlaganda deydi, değil mi? YouTube kanalı kuruluptu. YouTube U-I bilen kurulgan bir kanal. Bunu kılgan kişiler ismini sözleşine kalmayken belki kemterlik bilen şuna kılgan buluş mümkün. Bu kanal Uygurca filmlerini, Uygurca kinolarını, onundaki balalarımızga balala filmleri, onundaki karton filmlerini Uygurcalaştırıp tayarlangan bir kanal. YouTube yani YouTube deyimiz şu tübü nimedin ağan Uygurca YouTube kanalıga okşaş. Onunla müşteri buluşunlarını karşı alımız. Ballarımız üçün özüne anıtlarını ögünüş üçün belki naiti ahmiyetli bir iş bu. Bununla müşteri bulup, ulanı kollap kuvvetlep ve balalarımızga şu kartun filmlerini köstüş getirişimiz gerek. Onun için 180'e yakın çoğunlar kördiğin Uygur kinolarım var ki, hem de bu biz üçün ait yaxşı vətəndən sırtı vətənə her daim sevinip turumuz. Özümüzün tilimizi kino görüşünün özümün ait yaxşı bir fırsat. Şunun için bununla müşteri buluşunlarını arzu kılımız, kollap kuvvetlişinlerini arzu kılımız. Bunu dep koyay dedim. Ve muşunun okşaş işler çokum buluş gerek. Bu yaxşı bir iş oldu, yaxşı bir töhfə oldu dep oylayman. Başka ahırda deydiğen, koşup koyduğun sözünüz var mı? Başka gapmi yok hamda qarindaşlarning vaqtini köp almayli, xeli uzun sözü doq hamda. Lekin hamda her zaman unutmasligimiz kerak hamki Uygur kiyim-kechakları her zaman bizning faxrimiz, g'ururimiz, ham avloddan avlodga miras davomlashtirgan mirasimiz. Her zaman ismimizde tutuşumuz to'g'ri. Bir milletninki medeniyeti, simvolumuzda tipik belgesi. Şuna kiyim-kechaklarimizni yaxshi ko'rishimiz kerak, özümüzün kiyim-kechaklarimizni yaxshi ko'rishimiz kerak, özümüzün kiyim-kechaklarımizga ahamiyat berishimiz kerak. Onu hep bayramlarda yoki ish qilib fursat topgan vaqtlarimizda kiyishimiz kerak, balalarimizni ko'rsatishimiz kerak. Uygur kiyiminin qandaq bo'lganligini ularni bilish kerak ve Uygur kiyim-kechaklarimizni unutib qolmasligimiz kerak. To'g'ri, davomli bu buruşluqni tadqiq qilib turishimiz kerak. Öyle de bu kiyim-kechaklarni saqlab öylerimizde, hep bayramlarda kiyip ularga ulgu bo'lishimiz kerak. Ta qadimdan hazırgacha davomlashtirib nayt yaxshi so'zladingiz. Bu uzun chash qo'yish haqida esimga bir narsa kelganki, uni devday bu hunlardan tortib biz yiliq chash kesadigan, chashni qisqa qiladigan odat yo'q ekanchu. Ish bari qolganninki. To'g'ri, er ayol nemisi bor, Xitoy hukmdori yozgan. Shuningda ashtaq biz çeçimizni bizden dolqunlap tuğan uzun çaşlarımızı sizlerniki okşaş beşimizi açıp nem kılamayız, tügü alamayız degen bir gepi var şu. Şunun qaraganda mı bu hem de uzun çaş koyuş ta kadimden tatip ecdadımızdaki naiti ehmiyet degen bir adeti, bir milli adeti. To'g'ri. Çaş kesine ait yaman köretdi mesela. Rahmetlik apamı bizden ailede maçta çeçenlerini kesmenler. To'g'ri. Yaxşı olmaydı. Çeçenler çıkıp getdi dep şundaq deydi. Hem de bu nayt kadimi bir adet. Şuna bizim Uygur ayallarımız asli erler şuna uzun çaş koyduk ya. To'g'ri, Budizm davrida faqat padişahlar uzun chash qo'ydiga, qolganlar qisqa. Budizmda butunlay tushuntirgan odat bormi? To'g'ri. Ondan keyin
azroq tushirib o'tadigan emas, keyingi vaqtda da endi qisqartiradigan balkim erlarga nisbatan ham qolay, ham shu odatda taraqqiy qilganki. Köp rahmat aytma. Onundan keyin ma hunlarninki kiyim-kechaklar münasibet yana Noyn Ula deb yana bir qal'a sizlik Pazirik qal'asini deb o'tganda. Noyn Ula deb yana bir Moğolistandan tepilgan bir mazar var şu Noyn Ula degan yerda. Onunda en qadimgi hun adamınınki resmi tushirilgan bir parcha raq tepilgan. Bularni bilishingiz mumkin. Onun bilan münasibet yana nurg'un kiyim-kechaklar, ondan keyin kiyim jung, kiyimlarning parchalari, ondan keyin o'tuklar, yana qilichlar degan o'xshash narsalar tepilgan. Shu Noyn Ula degan qal'a bilan munosabatlikmi hamda bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz unimi ko'rib o'zi ma'lumot evasi bo'ldi hamda haqiqatan chiroyi shaklimi hozir Uyg'urlarga o'xshab qoldi. Kiyim-kechaklarni ko'rvag'ili bo'ldi. Hamda arxeologiyalik bu kiyim-kechak bilan munosabatlik bu delil isbotlar biz uchun nihoyatda muhim. Ama hamda bizlarga nihoyatda bu sohada, maxsus bu sohada o'qib, ondan keyin bu sohada tadqiq qilgan odamlarimiz nihoyatda az. Onun üstüge vatanda, erkin azada qezib tekshirish ishlarini o'zimiz qilmaganligimiz uchun balkim chiqqan narsalar bizga oid bo'lgan narsalar balkim shu yerda yepilib qolgan bo'lishi mumkin. Ama hamda tepilgan boshqa hozir Mo'g'ulistonda jiqroq chiqyapti. Shu narsalar biz uchun muhim hamda Turkistonda hozirgi O'rta Osiyoda Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekistondagi qazilmalar yana bizga nimalarni ko'rsatdi? Bu yerlerde bizden ata-bobamiz yaşayan Köktürk xanlığı devirde, ondan keyin Uyghur devirde ve Qarxanlar devirlerinde buların hamısı bir devletinin zimenti. Bu yerlerden çıkan kiyim-kechaklar münasibetlik ve Uyghur medeniyeti münasibetlik narsalarni çoxum bizim hem de izg'olab жүріп o'qib bilishimiz kerak. To'g'ri, vatandagilar qaraganda sharoitimiz ko'proq endi vatandagilar erishamagan materiallarga erishalaymiz. Yuqorida siz deb o'tgandek mush haqiqatan yani davomlashtirishimiz kerak. Ko'p rahmat amsa. Rahmat, rahmat. Yaxshi ekanligini aytganlar bor.